Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Bugun siz bilan Chevrolet Mitas 2026 modeli haqida gaplashamiz. Ushbu model ko'plab yangiliklar va zamonaviy yechimlarni taklif qilmoqda. Keling, birinchi navbatda uning tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Mitas 2026 juda zamonaviy va jozibali ko'rinishga ega. Silliq chiziqlar va dinamik shakllar unga futuristik taassurot beradi. Old qismidagi yengil egiluvchan chiroqlar va o'tkir konturlar, shuningdek, keng radiator panjasi unga kuchli va barqaror ko'rinish beradi. Yon profili esa sport uslubida ishlangan bo'lib, harakat paytida ham estetik jihatdan yoqimli taassurot qoldiradi. Shu bilan birga, orqa qismi ham mukammal va tartibli, chiroqlar zamonaviy LED texnologiyasida ishlangan. Texnologiya nuqtai nazaridan Mitas 2026 bir qadam oldinda turadi. Unga o'rnatilgan raqamli panel haydovchi uchun barcha zarur ma'lumotlarni taqdim etadi. Sensorli ekran orqali navigatsiya, media va boshqa funksiyalarni boshqarish juda oson. Shuningdek, avtomatik harorat nazorati va ilg'or xavfsizlik tizimlari ham mavjud bo'lib, ular har bir safarni qulay va xavfsiz qiladi. Mobil qurilmalar bilan integratsiya qilish imkoniyati esa kundalik hayotni yanada qulaylashtiradi. Amaliylik jihatidan Mitas 2026 juda moslashuvchan. Ichki hajmi katta va qulay, o'tirish joylari ergonomik tarzda ishlab chiqilgan. Bagaj maydoni esa kundalik xaridlar yoki sayohatlar uchun yetarli. Orqa o'rindiqlarni osongina egib, katta yuklarni joylashtirish mumkin. Shuningdek, ichki saqlash joylari va qulay dizayn har bir yo'lovchi uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi. Ishlash jihatidan Mitas 2026 samarali va tejamkor. Muhandislar optimal yonilg'i samaradorligini va barqaror ishlashni ta'minlagan. Harakat paytida u yumshoq va barqaror boshqaruvni taklif qiladi. Shahar ichidagi haydovchilik uchun qulay, uzun masofalarga esa barqaror va ishonchli. Shuningdek, oldingi va orqa tortish tiz,